Ho'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan, Revit Marafon kursidagi 6-darsimiz. Aynan shu darsdan boshlab, biz kurs loyihamizni qilishga kirishamiz. Shuning uchun bu darsni ko'ring. Bu dars juda muhim. Chunki bu darsda sizlar bilan o'sha kursoviy loyihamizga, tayyorgarlikni boshlaymiz. Ya'ni dispetcherlarni to'g'irlash, boshqa, dastlabki nastroykalarni. Hop, bu darsda sizlar loyihadan oldin nimalarni sozlab olish zarur ekanligini, dispetcher proyektini qanday qilib o'zimizga moslab olishimiz mumkinligini va ko'p Revitchilar bilmaydigan sozlamalarni sizlar bilib olasizlar boshlang'ich davrdayoq. Hop, gapni cho'zmaymiz, sekin Revitga kiramiz. Hop, kirdik, qaranglar. Sozdать qilamiz, ya'ni proyekt boshlash. Hop, H ADSK buni tashlab berganman sizlarga, ADSK shablonni. Revit Marafon data kanalida bor, olasizlar. Proyekt turadi. OK qilib, bismillah deb, ochib olamiz shablonimizni. Hop, bizga bu dastlabki oyna kerak emas. Birga o'tib olib turamiz. Qaranglar. Hop, proyekt boshlashdan oldin nima qilib olish kerak o'zi degan savol bo'lsa, hop, Abraham Linkolnning zo'r gapi bor. Agar menga deydi daraxt chopishga 5 soat vaqt berishsa, shu daraxtlarni chopib tashlashda 5 soat vaqt bersa, men 4 soatida boltamni o'tkirlayman deydi. Keyin 1 soatda chopaman deydi. Biz ham xuddi shunaqa loyihamiz 1 hafta, 2 hafta, 1 oy ham davom etishi mumkin, katta kichikligiga qarab. Hop, sizlar ham doim loyiha qilishdan oldin shabloninglarni bir yangilab, o'sha dispetcher proyektini o'zinglarga moslab olsanglar, semestvalar topib olsanglar, kurs ya'ni kurs davomida emas, umuman loyiha qilish davomida ham, keyingi loyihalarda ham qiynalmaysizlar. Shuning uchun birinchi o'rinda biz nima qilishimiz kerak? Biz dispetcher proyektini o'zimizga moslab olishimiz kerak. Qanaqa qilib moslab olamiz? Qaranglar, hozir mana bu o'ng tomonda dispetcher proyektida bizga kerak emas narsalar ko'p turibdi, ya'ni bu bizni chalg'itadi. Unga bunga kirib ketib qolishingiz mumkin. Shuning uchun bizga, prakticheski kerak bo'lmagan, narsalarni bekitvoramiz. O'zi ko'pchilik Revitchilar mana bu sozlamalarni dispetcher proyektini sozlashni bilmaydi unchalik. Sizlar o'rganib olasizlar, xudo xolasa, yaxshilab ko'rsanglar bo'ldi. Agar darsda uncha tushunmasanglar 2-3 martalab ko'rishni tavsiya beraman. Chunki birinchisidayoq odam eslab qolishi qiyin, 2-3 martada yaxshi esda qoladi. Hop, mana vid turibdi-yu, tip, shuni ustiga ezamiz. Hop, bitta organizatsiya обозревателя turadi. Buni ustiga bosamiz. Keyin mana bu dispetcher proyektini настройкасы ochiladi bu yerda. Hop, настройкада nima deyapti? Hop, tip bo'yicha turibdi deyapti. Ya'ni dispetcher proyektini, taxlashi tip bo'yicha taxlangan. Misol uchun, mana plan etajida, hamma etajlar plani alohida taxlangan. 3D vitlar alohida taxlangan. Bu yerda, rasmiylashtirilgan, ya'ni уже оформление qilingan 3D vitlar alohida taxlangan. Hop, endi biz ham xuddi shunaqa qilamiz-u, faqat bu yerda bizga оформлениялар kerak emas. Bularni исключить qilib yuborishimiz kerak. Ya'ni shundoq qilib ko'rsatma menga, bu kerak emas menga bu narsalaring deb aytib yuborishimiz kerak Revitga. Hop, buni ezaman organizatsiyaga. Endi qaranglar, bu tip turibdi. Mana shu qavs ichida o'zimizni ismimiz yoki familiyamiz ham turishi mumkin. Buning uchun создать qilamiz. Men o'zimni, eee, dispetcherimni qilib olishim kerak. Hakimov deb yozib olaman. Hakimov. Sizlar o'zingizni ismingizni, familiyangizni, qanaqadir, nikneymingiz bo'lsa yozib olishingiz mumkin. Hop, filtratsiya ana уже Hakimov ochildi endi. Hakimov ochding-u, sozlagin endi настройкаlarni deyapti. Endi gruppirovkaga o'tamiz birinchi, filtratsiya keyin. Gruppirovkaga o'tib turib, bizgayam shu turi bo'yicha saralab beraver narsalarni deymiz. Turi bo'yicha ketaversin. Ya'ni planlarda, fasadlarda, razrezlarda. Shu ketgani yaxshi deyapmiz. Endi filtratsiya nima? Filtr bu, masalan, sizda 12 xil rang bor ekraningizda. Ekranga misol uchun kirityapsiz qanaqadir. Menga qizil, qora, ko'kni ko'rsatma deyapsiz. Uchta qizil, qora, ko'kni ko'rsatmaydi, qolgan 9 ta rangni ko'rsatadi. Xuddi shunaqa biz hozir mana bu 3D vid оформление, fasad оформление degan narsalar bizga ko'rsatma kerak emas baribir deb aytamiz Revitga. Qanaqa qilamiz? Hop, семейство и типа размер degan narsani tanlaymiz. Buni hozir tushunmasliklaring mumkin nimaligini man keyin loyiha davomida o'rni kelganda tushuntirib ketaman. Boshidanoq hamma narsani bilib olaman deb o'ylamanglar. Revit bu 1 haftada o'rganadigan narsa emas, lekin 1 oy, 1 oy 10 kun, 1 oy 1 hafta deganda ancha-muncha o'rganib olasizlar. Hozir tushunmasanglar bu okey. Семейство и типа размер tanlaymiz. Bu не равно deb olamiz bu joyga. Ya'ni семейство типа размер не равно 3D vid оформление, ya'ni menga 3D vid оформление degan turdagi narsalarni ko'rsatma deyapti. Bu yerda tushunyapsizmi? Shunaqa настройка kiritdi hozir. Yana xuddi shuni takrorlaymiz. Семейство и типа размер. Mana bu joyda не равно. Keyin pastda, bizga kerak bo'lmaydi, fasad оформление kerak bo'lmaydi. Hop, OK qilamiz, OK qilamiz. Hop, bizda uje bu ko'rinmasligi kerak edi, lekin qaranglar, ko'rinib turibdi. Chunki bu tipni
Biz, galotchkasini bugunga olmadik. Mana tipda turib ketib qoldi haliyam. Endi mani настройкалаrim bo'yicha ishladim. Revitga buyruq beramiz. Galochka shu Hakimovda turadi. OK qilsam, bizda уже qaranglar mana qisqarib ketdi. Modelda faqat, bizda mana bu fasadlarimiz turadi. 1, 2, 3, 4. Modellarda bo'lsa, PE modelda mana bu etajda turadi. Hop, bizga o'zi bu ham kerak emas. Buni ham keyinchalik o'chirvoramiz. Faqat обмерный planlarni chizib olsak, bu P modelni ham исключить qilib yuboramiz. Bizga kerak bo'lmaydi. Faqat modelni o'zi qolsa yetarli bo'ladi. Hop, bugungi dars shular. Sizlar birinchi o'rinda shuni sozlab olsanglar, keyin inshaalloh qolganlarini davom ettiramiz. Bu darsni ko'rib, amaliyot qilib, shu dispetcher proyektini o'zinglarga moslab olinglar. Keyin nima qilasizlar? Keyin fayl, сохранить как, proyekt qilasizlar. Keyin misol uchun bitta papka ochasiz. Misol uchun D papkasida, hop, D papkada bunday qilib turib создать papka qilib turib, Revit Marafon. Revit Marafon deb yozasizlar. Keyin OK qilasizlar. Уже menda bor ekan Revit Marafon. Shu Revit Marafonni papka ochib turib ichiga, misol uchun mana новый papkani ichiga Revit Marafon deb yozdirgan bo'lasizlar-da bu. Revit file deb yozib yuborasizlar. Revit file. Yoki Revit deb yozsanglar bo'ladi inglizchasi. qayerda edi? Mana. Keyin misol uchun bunga kurs loyihasi deysiz, chunki shu bo'yicha ketamiz keyingi safar. Kurs loyihasi. Keyin сохранить qilamiz. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsda sizlar bilan nimalarni ko'rib chiqamiz? O'lcham planlari, sath yasash, o'lcham plani nimaga kerak? O'lcham planini boshqa planlardan farqi nimadaligini, kolonna qo'yish, kolonna qo'yishdagi xatoliklar, devor chizish va devor chizishdagi qanday xatolar qilmaslik kerakligini keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Shuning uchun bu tomongi darslar qizig'idan qiziq bo'lib ketaveradi. Shuning uchun yaxshilab ko'rib, vazifalarni vaqtida topshirib boringlar. Keyingi darsda ko'rishguncha assalomu alaykum.